Agar siz Ixlos surasining aqlbovar qilmas fazilatlari haqida bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'ling. Kim har kuni Ixlos surasini 50 marta o'qisa, qiyomat kuni qabrdan shunday chaqiriladi: "Tur, ey Allohni madh etgan kishi, jannatga kir." Kim bomdod namozidan keyin o'tirgan joyida dunyoviy gap gapirmasdan har birining boshida bismillah bilan 10 marta Ixlos surasini o'qisa, bir marta Ixlos 1 yillik gunohi, 100 ta Ixlos 100 yillik gunohi kechiriladi. Alloh bilan o'zi o'rtasidagi hech kim bilmaydigan gunohlari ham kechiriladi. Payg'ambarimiz shunday deganlar: vafot bilan nihoyat topadigan kasalligida Ixlos surasini o'qigan inson qabrda fitnalanmaydi va qabr siqishidan omonda bo'ladi. Kim Ixlos surasini yashayotgan manziliga kirishda bir marta o'qisa, Alloh taolo unga, oilasiga, hatto qo'ni-qo'shnilariga ham baraka beradi. Payg'ambarimiz shunday deganlar: kim yotib uxlamoqchi bo'lib o'ng tomonga qarab yotsa, so'ng Qul huvallohu ahadni 100 marta o'qisa, Alloh taolo qiyomat kuni unga o'ng tarafdan jannatga kir deydi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda amin deb qoldiring